Çiler bilen ilişte qattiq buluş zürürlükini tunub yetyapman. Qattiq buluş? Bu degan urush volta. Bizning o ablaqlar bilan bo'lgan ko'rishimiz, yaxshi odamlar bilan jinoyatchilar o'tirsidagi hayot-mamotlik ko'rishi. Sana kepti. Rahmat kayla, siz bak so'yimlik juma. Planınız ayoli bilan Oltin ko'rik restoranda paydo bo'ldi. O restoran bir yerin yiroq emas. Kompyuter mashinasi bilan mayli. Mayli. Planınız ana volta. Ben unutup aldım. Kıvırlama! Ben sakçı! Neymiş bu oldu? Onu tutib olayli. O kaçıp gidemeydi. Qani, nega qaçsan? Efendi, yeni kaçamsız? Ben tirishayapman Jeffries. Rastolla. Başlaq. Bu zodi neymiş? Siz Jeffriesni tunuysiz deymi? Gapga gitmayli. Birisi menga Libilanisni ayıplash amaldan qoldirildi deydi o. Jack, tafsilotni anlab baqamsiz? Menga o'zingizga to'liq sipoy ko'rsatmang Jeffries efendi. Beguna o'ldirilgan soqchining oila tavobati uchun haqqoniyatni yoqlayapman. Chunki isbot to'liq emas. Qo'ying bundaq gaplaringizni. Menga o'kirmang deputat. Bu delo ustidan biz arz qilgan Libilanisni qo'lga olishning asosi to'liq emas. Asosi bor. Leytenant Bilanisning uyga kirganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Bir necha minutdan keyin Silvana o'ldirilgan. Bilanisning kaynidan kirgan soqchimi o'ldirilgan? Uni shu yerga kirgan deb qo'lga olib bo'lamdi. Bu nima deganingiz? Mening da'vatqinim hamma odam biladigan yalanni qatil tursa. Uni kim biladi? Soqchilar Libilanisni 1 yil paylab yuribmi? Hech narsa topamsa, ularning farziga tayinib dilo pash qilib bo'lamdi. Agar guvochidan yana birini topgan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Eng yaxshisi u Bilanisning Silvanaga yiqilashganligini yoki uning shixonasidan chiqayotganligini ko'rgan bo'lsa. Ammo hozirgacha undaq guvochi bo'lmasa, ko'nglingizni tushunaman. Yo'q, tushunmaydi ekansiz. Mening ko'nglimmi Libilanisning qotil ekanligini to'yib turibdi. Agar yetarli fakt topolmay turib, uni sudga topshirsak, advokatlar og'zimizni to'qlab qo'ymamdi. Uning aytqini to'g'ri, Jack. Yangi fakt topgan taqdirda o'g'ri qolmaydi. Ondaq qanday qilish kerak? O'lguvchini ayolning iniga berib, ikki miramni qisib turam deman. O ablah ikki odamni o'ldirib olsa, yana kelib bir meni qadinasi do'stim tursa. Men uni bundaqla qo'yib o'tmayman. Tafsili ahvolni menga aytib bering, Jeffries. Men tekshirib boqay. Libilanis. Nima ekansiz, ha? Anlab turing. Men Jack Ketis. Ismimni esingizda tushunib tuting. Chunki men sizning ismingizni hargiz unutib qolmayman. Hazashman Ketis. Mana Jack, budaqma. Haling mushunchilikmi? Aman bir kuni oldimda tizilsan. Meni yan urdigan bo'lsang, begunoh odam bo'ldi deb ustundan arz qilma. Meningdan to'shik oshmig'imni ku. Ship uchun topgan aman, o'lguchining qon qarzini to'laysan. Uqdimi? Cho'qim qisos olaman. Sizga aytib qo'yay, Bilanisning advokati bu ishda xabar tepdi. Xabar topsa nima bo'pti? Siz o'zingizni besib eding. Baya yerlik taftish mahkamasidan telefon keldi. Biz bu diloga davomli qo'l tiqishingizni cheklashni qaror qildik. Ular tush ko'ribdi. Tush ko'rayotgani yo'q, balki buyruqchadi. Men intayin afsusliman. Biroq ularmi sizning xatarli ahvolda qolmasligingizni ko'z tutgandi.
Mening bu deloga qo'l tiqqanim tiqqan. Agar bilanisini tutsangiz, ular sizni qo'lga oldi. Parvoyim palak. Zirri tepilganda keskin tadbir qo'llanishi to'g'ri keladi. Nima deyapsiz? Mening bir o'yim bordi. Desem bo'ladimi? Deb baqaqini. Agar biz amal qilib Bilanisni soqchi tarafdan qo'yib o'tilgan bir qotilning o'ldirilganligiga ishontiralsak, Bilanis qanday qiladi? Uning oldida ikki yo'l bor. Biri ishinish, yana biri ixro qilish. Tushunmadim. Leblanisni qanday ishondiramiz? Men kompyuterda yolg'on jinoyat doklatidan birini yasab chiqib, uni atay oshkorlayman. Eliq uzun quloq muxbir uni cho'qim gazetda e'lon qiladi. Durust. Leblanis ishongan taqdirdami bu uningga qanday tahdid bo'ladi, ha? Chunki ularning ahvoli va hissiyoti o'xshab ketadi. Hamma jinoyatchilar texnikasi va asos to'liq bo'lmag'ishga qochadi. Agar ishning ipini topa olsak, bekorchi odamlardan foydalanib xabarni oshkorlatimizda, keyingi qo'g'lash obyektimiz Leblanis bo'ladi. Sizlar qanday? Onda odamni nereden topmaysiz? Kompyuterchi. Men hatto jasad tekshirish bo'limining o'lganlik isbotini yasab chiqa olmayman. Ondaqda sinab baxmamdoq. Bo'ladi. Shunda qilganda u o'zining kimga yollanganligini oshkorlaydi. Undaq bo'lsa, menga ruxsat qildinglarmi? Bo'ladi. Yo'q, uning ismi Lora. To'g'ri, Lora. Lora Teksasda odam o'ldirgan deb ayblangan. Ammo pakt to'liq bo'lmag'achqa qo'yib berilgan. Tunugun oqshom Glandir teg'ida bir jiliqidan uning jasadi tepildi. U pichoq va tapancha bilan o'ldirilgan. Ammo qotilning odam o'ldirish muddaosi aniq emas. Gumonliq jinoyatchilar haqida hech kuch tepilmadi. Oshkorlanishcha Lester bilan Lora bak yaqinkan. Lora o'ldirilgandan keyin uning mashinasidan Lesterning jasadi tepildi. Lester nomi bor kasbiy qotil va qahd so'qt qildigan jinoyatchi. Uning jasadi bugun tushdan keyin soat 1:14 minut o'tganda Tonnin ko'chasidagi bir do'qmishdan tepildi. Lester texi yaqinda Oregonda sudlangan. Sinartez, bir yangi ishni xabar qilib keldingizmi? Meningcha siz oldi bilan bu xabarni ko'rib beqing. Qisos olmoqchi bo'lgan qotil o'ldirildi. Buningga qanday baho bersiz? Ko'nglingiz olmasa xabarning avtoriga mening ismimni yozib qo'yasiz. Boshqa gapingiz yo'qmi? Yani nima deydim? Bir qotil qochdi. U pakt to'liq bo'lmay qo'yib berilgan yana bir qotilni o'ldirdi. Siz bo'lsangiz ismingizdan g'amini qilyapsiz, shundaqmi? Anlab dur Soltak. Men her günü seher kilip baş güteme işlep. Sansanaksız cinayi dilolarını bir taraf kılımen. Bunun gayen neyim deydim? Tola çişimle karıştı mı? Eytine, siz hazır mı Letnant Jack'ni aklap atamsiz? Yok, ezelden aklap bakmı deyim. Meneğin yeni işim var, kınım eremey. Birinci numurluq modelinin kiyip çıkını tutaş lahilengen suzish kiyimi bulup, bu yıl yazdı mod buluduğun yeni fason. Hazır sahne çıkını Hillary. Hillary'nin kiyip çıkını serip karamtol yolvas terisi şeklinde lahilenip, astığı pürüm çıkırılgan 2 bölek suzish kiyimi.